Birlashgan Millatlar Tashkiloti aholishunoslik jamg'armasining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Florence Bauer Namangan viloyati Kosonsoy tumanining Obodon mahallasiga tashrif buyurdi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik o'rnatish jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Tashrif doirasida Dr. Bauer Kosonsoy tumanidagi loyiha maydonlariga amaliy safar uyushtirib, kambag'allikni qisqartirish va qishloq hududlarida xotin-qizlar hamda yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Yeah, it's a pleasure to be here. 2 yil oldin mazkur loyiha boshlangandi. Loyiha ishtirokchisi bugunga qadar qanday natijalarni ko'rsatganini ko'rish uchun mazkur xonadonga tashrif buyurib, ochig'i sevindim. Xonadon sohibasi nafaqat tikish-bichish sirlarini, balki ayollarni daromadga ega bo'lishda ham o'z hissasini qo'shmoqda ekan. Albatta, bu kabi loyihalar ayollarning daromadga erishishi va oilasida totuvlik bo'lishi uchun o'z samarasini beradi. Bugungi Kosonsoydagi ayollarning yo'lga qo'ygan samarali ishlari meni quvontirdi. Kosonsoy tumanining Obodon mahallasi tuman markazidan ancha olisda joylashgan. Aholining asosiy drayveri qishloq xo'jaligi. Mazkur xonadon sohibalari 3 yil muqaddam tikuvchilik yo'nalishida o'z loyihalari bilan ishtirok etib, moliyaviy ko'mak olishgan edi. Endilikda o'z bizneslariga ega bo'lish barobarida aholi bandligini ta'minlashga ham erishdilar. 2023-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotiga loyihamizni taqdim qilganimizdan keyin bular bizga tikuv mashinasi berishdi 5 ta. Shu orqali ishlarimizni yurg'izdik. Xonadonimizdagi tikuv sexida ko'rpa to'shak, zakazga kelinchaklarga parda, sochiq, joynamoz shular tikiladi. Kosonsoydagi Barkas tekstil bilan birgalikda sochiq olib kelib, zakaz buyurtmasiga shartnoma asosida ular ham tikib turamiz. Ayollarning ijtimoiy faolligi va oilaviy daromadlari oshib, ko'plari faoliyatini rasmiylashtirib, o'zini o'zi band qilgan sifatida ham ro'yxatdan o'tmoqda. Florence Bauer uchrashuv chog'ida ayollar va yoshlarning o'zaro yordam guruhlari orqali erishgan natijalardan mamnunligini bildirdi.